Xo'p, biza milking tank roomga keldik. Bu yoqda odatda sog'ilgandan keyin sut keladi. Sut ikkita filtrdan o'tib, tozalanib, milk tankga qarab yuboriladi. Bu filtr nimaga ikkita desa, bittasi misol uchun kunduzi ishlaydi, ikkinchisi kechqurun ishlaydi. Mana bu kechqurun ishlaydigani halicha ishlab turibdi, chunki hozir biz ertalabki filtrni almashtiramiz, tepadagi filtrni. Odatda mana bunaqa filtrlardan foydalanamiz. Maxsus kompaniyani o'zi bizga olib kelib beradi. Juda sifatli tarzda ishlangan. Bu umuman hech qanaqa kichkina qirinda bo'lsa ham sutga o'tkazib yubormaydi. Hozir tepadagini almashtirib, tozalab, yuvib, yangi filtr qo'yamiz va mana bu tugmachani bosib qo'ysak, tepadagi filtr ishlashni boshlaydi. O'sha kechki filtr ishlashdan to'xtaydi. Buni kechki smenada almashtiriladi. Sut filtrlanib o'tgandan keyin bu yoqqa o'tadi, mini tank. Undan keyin katta tankka o'tkazib yuboriladi va bu yoqda biza ekranni ko'rishimiz mumkin. Sut harorati, biron bir muammo chiqadigan bo'lsa, bu yoqda muammo haqida axborot beriladi. Odatda 4.2 gradus juda yaxshi gradus hisoblanadi. 6 dan o'tib ketsa yoki juda minusga tushib ketsa, sutni sifatini buzadi. Hozir tashqarida -5 gradus, ertaga -9 ga tushadi degan. Bizlarga shunaqa haroratda ushlab tursa yaxshi. Kuniga bir marta bu yoqda Arla kompaniyasidan yana juda mashhur kelib sutni o'zlari olib ketishadi. Va bizlarga mana bunaqa cheklar qoldirib ketishadi. Ya'ni qancha sut olingan, qancha sut qanaqa gradusda olingan, haroratda olingan, hammasi haqida ma'lumot bor. Misol uchun kechagi sutimiz olib ketilgani 2 tonna 322 litr olib ketilgan sut.